ko'taradi. Bugun mana 2 kunlik natijada bugun qondagi sahar miqdorlari 6-7 gacha tushgan. Assalomu alaykum. Bizlarga 2 kun oldin Pirqulova Ma'mura xola 85 yoshdalar. Qondagi qand miqdori och qoringa 15 bilan kelgandilar. Oyoqlarida kuchli og'riqlar, holsizlik, tez charchash bilan bezovta qilgandilar. Bugun mana 2 kunlik natijada bugun qondagi sahar miqdorlari 6-7 gacha tushgan va bemorimiz o'zidan eshitamiz nima shikoyatlar bilan kelib va bugun qanday natijalarga erishganmiz 2 kunlik natijada. Nima shikoyat bilan keluvdingiz? Bugun qanaqasiz? Lekin lichenasi rosam yaxshi. Kechgacha ham lichen oldi. Oyoqlarda og'riqlar ketdimi ozgina? Oyoqlarda ham ozgina bor, yaxshi bor. Klinikamiz qanaqa? Yaxshimi klinika? Yaxshi ekan. Men endi har doim shu yoqqa kelaman. Xudo xolasi tuz bo'lib qolsin. Xola juda ham eski dorilarni ichib yurgan, qandli diabetdan bu eski dorilar ham jigarlarini zararlagan, ham pochkalarini zararlagan. Mana hozir eng oxirgi современный dorilarni buyurildi patsientga. Bemorimiz juda ham yaxshi, pochkalar sekinlik bilan tiklanyapti. Pochkalarda ham o'zgarishlar bor. Mana xudo xohlasa yana 3-4 kundan keyin pochka holatlarini qaytadan tekshirib